Bugun Allohning sulton qilish fe'li haqida o'rganamiz. Musallat qilish deb ham gapirsa bo'ladi. Aslida salato so'zi arab tilida uzoqdan turib hukmini o'tkaza olishga imkoniyati borlik degani. Ya'ni uzoqdan turib hukmini o'tkaza olish. Ana shunga nayzani silto deyiladi arab tilida. Nimaga desangiz, uzoqdan turib uni ota olasiz, uzoqdan turib dushmaningizga sancha olasiz. Mana shundan tili uzun xotinni arab tilida imroatun salita deyiladi. Ya'ni tili bilan uzoqda turib olib atrofidagilarga ozor beradi. Mana shundan sulton degan istiloh kelib chiqqan. Podshohni sulton deyiladi nimaga? Chunki u uzoqda turib butun xalqqa hukmini o'tkazadi. Poytaxtda o'tirib olib davlatning eng chekka joylaridagi odamlargacha hukmini o'tkazadi. Hamma o'sha sultondan qo'rqadi. Xuddiki u qarab turgandek, ularda oldida turgandek his qilishadi. Ya'ni uni hukmida yurishadi. Devorda ham qulog'i bor deb podshohga qarshi gapira olmaydi. Ana shuning uchun uzoqdan turib hukmini o'tkazganni uni sulton deyiladi. Endi Alloh azza jallaning haqida Qur'onda 2 marta bu fe'l zikr qilindi. Birinchisi Niso surasining 90-oyatida. Alloh aytadi: "Va law sha'allohu lasallatahum alaykum falaqatalukum." Agar Alloh xohlasa, o'sha kofirlarni sizlarni ustinglardan tashlardi musallat qilib. Ular sizlarga urush qilardi deydi. Ya'ni masalan bir kofirlar bor, biz bilan ishi yo'q. Bu oyatda o'shalar haqida gapirilgan. Urushlikni istamaydi kofir bo'lsa ham. Mana bugun ko'rib turibsiz-ku, G'azadagi qatlovlarga Amerikadan, Yevropadan kofirlar kelib, Misr chegarasida G'aza bilan askarlarga yig'lab murojaat qilyapti. Urushmaylik yoki qo'yib beringlar, biz kelaylik, yordam beraylik. Bu qatlovga qarshi deb kofir bo'lmasam, lekin urushga qarshi. Alloh aytayaptiki, agar Alloh istasa, ana shunaqangi odamlarni ham sizlar ustingizdan musallat qiladi deb tashlaydi. Ular keyin sizlarga urush qiladi deyapti. Ya'ni ko'ryapsizmi, borliqda biz har qanday bo'layotgan jarayonni Allohning fe'li deb qarashimiz kerak ekanda. Hatto boshimizga bitta kofir kelsa ham sulton bo'lib, ya'ni hukmini o'tkazib sulton bo'lib degandan maqsad. Boshimizda bitta kofir hukmini o'tkazayotgan bo'lsa ham, o'shani ham Alloh tashadi boshimizga deyishimiz. Alloh mana shuni aytayapti. Alloh xohlasa shuni sizlarning ustingizga tashlardi. Sallatahum alaykum va ular keyin sizlarga urush qilardi deyapti. Demak, Alloh xohlamaganidan ba'zan shunaqangi biz boshimizga kofirlarni urushmaydigani yoki biz dinimizga qarshi bo'lmaydiganini ham Alloh olib keladi. Ikkinchisi Hashr surasining 6-oyatida keldi. Valakinnalloha yusallitu rusulahu ala man yasha. Lekin Alloh o'zining rasullarini xohlagan kishisiga musallat qiladi. Ya'ni payg'ambarlarni u kofir mushriklarni ustidan tashlaydi. Sulton qiladi. Endi bundan tashqari Qur'onda sulton degan so'zlar ko'p. Ular 2 o'rinda ishlatiladi. Birinchisi hujjat, ilm ma'nosida. Masalan, ma anzalallohu min sulton. Alloh biror sulton tushirmadi deb gapiradi Qur'onda. Bu nima degani? Ilm. Sulton, ilmni sulton deb nomlanadi. Nima uchun? Chunki ilm bilan ham inson uzoqdan turib hukmini o'tkaza oladi. Va ilm olganda uzoqdan turib ta'sir qilish qobiliyatiga ega. Mana bugun ilm-fan rivojlangandan qarang, urushlar qanaqangi darajada uzoqdan turib bajarilyapti. Raketalar, dronlar, sun'iy yo'ldoshlar, samolyotlar orqali inson o'zi o'tirib uyini ichida dunyoning narigi chekkasidagi dushman bilan urushyapti. Nima orqali mana shu? Ilm sultoni orqali-da. Ilm insonga ana shunaqangi sulton beradi. Shuning uchun Qur'onda ilmni sulton deb nomlanadi. Ikkinchisi ilm sulton quvvat ma'nosida ishlatiladi. Masalan, Alloh Qur'onda aytadi: "Fanfudu la tanfuduna illa bi sulton." Ey inson jamoati, yer va osmonlar qutublaridan chiqib ketinglar, chiqib keta olsanglar, chiqib keta olmaysizlar. Faqatgina sulton bilan chiqa olasizlar deydi. Buni birinchi ma'noda ilm deb tafsir qilsak ham bo'ladi yuqoridagi. Ilm bilan yerdan chiqib ketish mumkin va chiqib ketdi ham insoniyat. Ikkinchidan quvvat deb tafsir qilsa ham bo'ladi. Ya'ni yerda sultonligiga sultonlik qilib, yerda hukmronligini ustidan hukmronlik qilib, yer gravitatsiyasi tortish kuchidan chiqib ketish bunga katta kuch kerak. Ana shuning uchun buni sulton deb nomlagan.
Yoki mana shayton jahannamga kirganda jahannamiylarga aytadiki, "Makkanali alaykum min sulton." Men sizlarning ustingizda bir saltanatim yo'q-ku. Ya'ni kuchim zo'rlab sizlarni men jahannamga qilmadim-ku deydi. Sizlarni chaqirdim, o'zingizlar javob qildinglar deydi. Maqsad mana shunaqa o'rinlarda ishlatiladi. Yo ilm, yo kuch-quvvat ma'nosida. Endi bu fe'lning borliqdagi ta'siriga qarasak. Borliqda Alloh har narsani bir narsadan ustun qilib, sulton qilib qo'ygan. Masalan, qarasang, o't o'lanlarga o'txo'r hayvonlar sulton. Ular uni ustidan hukmron. O'txo'r hayvonlar ustidan yirtqichlar hukmron. Yirtqichlar ichida ham qarasang, ularda eng hukmroni masalan arslon, o'rmon qiroli deyiladi. Sultoni u hayvonot olamining. Qushlar olamida ham qarasang, o'txo'r qushlarga yirtqich qushlar, burgut, lochin, sulton hukmron ular ustidan. Hasharotlar olamida ham qarasang, masalan asallarning malikasi bor, o'shanga itoat qiladi, o'shaning saltanati ostida ular. Chumollar ham xuddi shunday. Malikasining saltanati ostida. Maloikalarning ham hatto. Jabroil hammasining sultoni desak bo'ladi. Shuning uchun Alloh bir ishni aytsa Jabroilga aytadi, Jabroil uni boshqa maloikalarga aytadi. Insondagi ta'siriga qarasak, insonlarda ham Alloh bir-birining ustiga musallat qiladi. Ba'zan kofirni ustiga musallat qiladi. Mana qadimda Rumni Forsni Rum bilan azobladi Alloh, bir-birining ustiga tashlab sulton qildi ularni. Hozir ham qarasang, Ukrainlarni Ruslarni Ukrainlar bilan bir-birining ustiga musallat qilib jazosini beradi. G'arbni sharq bilan, sharqni g'arb bilan. Mana bugun yahudiylarni Iron bilan, Ironni yahudiylar bilan bir-birining ustiga musallat qilib Alloh jazosini beryapti. Ba'zan kofirni mu'minning ustiga musallat qiladi. Mana yuqorida aytdik-ku. "Walau sha Alloh lasallatahum alaykum falaqatalukum." Agar Alloh istasa o'sha kofirlarni sizlarning ustingizga tashlardi, ular sizlarga urush qilardi. Nega Alloh mu'min ustiga kofir tashlaydi? Axir kimdir aytishi mumkin. Masalan, oyatda Alloh aytgan: "Va la yaj'alullohu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Kofirlar uchun mu'minlar ustidan yo'l bermaydi degan Qur'onda. Nimaga endi bu yerda ustidan tashlaydi deyapti? Yo'l bermaydi degani ularga qarshi hujjat bermaydi. Kofirga, ya'ni qiyomat kunida mu'minga qarshi haqlik huquqini bermaydi. Hech qachon kofir haqli bo'lmaydi. Kofir jannatiy bo'lib ketib, mu'min do'zaxiy bo'lib ketib, unaqa emas. Mu'min do'zaxiy bo'lsa gunohi uchun to'g'ri. Lekin kofir hech qachon jannatiy bo'lmaydi. Endi bu oyatdan maqsad, ya'ni agar Alloh xohlasa sizlarni ustingizdan tashlar deganda, birinchidan mu'minning gunohlari sababdan Alloh uni boshqa kofirlarni tashlaydi. Mana Uhud jangida xatolar sababdan, joyida turilmagandan, dunyo matohini istalangandan kofir boshiga tashlandi musulmonlar. Bu ibrat bo'ldi qiyomatga qadar keladigan mu'minlarga. Alloh sahobalar avlodda ko'rsatib berdiki, dunyoni istalsa, itoat qilinmasa, boshiga kofir tashlaydi. Ana shuning uchun hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Idza tabayatum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaykum zullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Agar ribo savdosini qilsanglar, sutxo'rlik ya'ni poraxo'rlik va sigirni dumidan tutsanglar, ya'ni cho'ponlik, mol boqarlikka rozi bo'lib yuraversang, va ekin-tekinga rozi bo'lsanglar, ya'ni dehqonchilik, fermerlik, va Alloh yo'lida jihodni tark qilsanglar, Alloh ustingizdan shunday xorlikni soladi, musallat qiladiki, to dininglarga qaytmaguninglarcha ko'tarmaydi degan. Va buni yashadik ham masalan. Bizlarga ruslar bosib kelgan paytda odamlar aynan mana shu hadisda aytilgan ishlarni qilib turgan. Kimdir qo'lida kitmon, dehqonchiligi bilan ovora, jihod, din degan narsa yo'q. Kimdir qo'lida hassa, qo'y echkisini yetalash bilan ovora, kaltak. Sigir dumidan tutib yurgan, mol boqsa bo'ldi. Jihod degan narsa yo'q. Ana shunda Alloh boshimizga xorlikni soldi o'sha ruslarni. Dinimizga qaytmagunimizgacha ko'targani yo'q, haligacha mana shu narsa boshimizda kelyapti. Sharqiy Turkistondagi holat ham xuddi shunaqa. Xitoyliklar Alloh ularni boshiga soldi, ketmondan va hassa cho'pdan nariga o'tolmay qolishganda. To'g'ri, islohotchilar chiqdi, lekin kam. Ommatan xalq nazorat tutiladi bu yerda. Ommatan xalq o'sha hayotga rozi bo'lgandan keyin Alloh yo'lida jihod tark qilsa, mana shunaqa Alloh boshiga kofirlarni soladi. Hozir boshimizga yahudlar kelgani ham arab o'lkalarida. Buning sababi shu.
Pul topish bilan ovora hamma Alloh yo'lida jihad tark qilgan. Afg'onistonga bosib kelishdi, Iroqqa bosib kelishdi, hammasida buni misollarini ko'rish mumkin. Qadimda Mo'g'ullar bosib kelganda ham. Hozirda ketmon dastadan nariga o'tolmay qolgan. Ana shuning uchun Alloh kofirlarni musulmonni boshiga tashlaydi. Nima uchun bu? Ular diniga qaytishligi uchun. Gunohlari, xatolariga kafforat o'laroq. Ba'zan Alloh mu'minni kofirning ustiga tashlaydi. Bu qachonki mu'min diniga amal qilsa. Shuning uchun Alloh mana payg'ambarlar haqida aytdi. Walakinnalloha yusallitu rusulahu ala man yasha. Alloh o'zining rusullarini o'zi xohlagan kishilarga sulton qiladi. Mana Bani Isroilni qarang. Ko'rinishidan Firavun sultonligi ostida edi ular. Keyin o'zlari sulton bo'ldi. Misr, Shom o'lkalariga. Bani Isroildan chiqqan payg'ambarlar sulton bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib keldilar. Munofiq Abdulloh ibn Ubay sulton bo'laman deb yurgandi. Rasululloh sulton bo'ldilar. Munofiqlar ustidan ham. Va keyin yahudiylar ustidan ham sulton bo'ldilar. Undan keyin Makka mushriklarining ustidan ham sulton bo'ldilar Makkaga. Undan keyin sahobalar Rum, Fors ustidan sulton bo'ldi. Xitoydan tortib Andalusgacha sulton bo'lishdi. Alloh o'zining rasullarini va o'sha rasullariga haq ergashgan kishilar, demak, ana shunday o'zi xohlagan kishilarga sulton qilib qo'yadi. Shariatdagi ta'sirga qarasak, shariat ikki xil sulton bilan keladi. Birinchisi mo'jiza sultoni, bu quvvat sultoni deyiladi. Masalan, Alloh Musa alayhisolamga aytadi: "Atana Musa sultonan mubina." Musoga sultonni mubin berdik deydi. Arsalnahu bi sultonin mubin. Uni sultonin mubin bilan jo'natdik deydi. Bu nima? Mo'jiza. Shunaqangi darajada kuchli mo'jizaki, buni qarshisida Firavun Musa alayhisolamni nima qilishni bilmay qolgan. Kim sulton berdi demak? Firavun va Musa alayhisolammi? Musa alayhisolam sulton. Chunki sulton nima dedik? Birovga ta'sirini o'tkaza olish. Kim kimga ta'sirini o'tkaza olyapti? Firavun Musa alayhisolamga ta'sirini o'tkazayaptimi? Yo'q. Musa alayhisolam Firavunning qarorlariga ta'sirlarini o'tkazayaptilar. U o'ldiraman deb Zaruni aqtul Musa, qo'ylar Musoni o'ldiray derdi, o'ldira olmaydi. Haqiqiy sulton demak shariat uning tarafida bo'lgan kishi. Ikkinchidan shariat ilmiy sulton bilan keladi. Ilmiy sulton degan, ya'ni masalan, ba'zida payg'ambarlar shunaqangi katta bir mo'jizalar ko'rsatmas. Mana Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka mushriklariga oyda bo'lib bergandan boshqa bir mo'jiza ko'rsatmadilar. Lekin ilmiy sulton bilan keldilar. Hamma payg'ambarga berilgan moddiy mo'jiza bo'lsa, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga berilgan ma'naviy mo'jiza bo'ldi, bu Qur'on. Hech kim uni mislini keltira olmadi. Ular birontasi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ta'sirini o'tkaza olmadi. 10 yelkamga quyoshni chapiga oyda qo'ysang ham bu yo'limdan qaytmayman dedilar. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularga ta'sirlarni o'tkazdilar. O'sha mushriklarning qanchasini xotini islomga kirdi. Bolasi islomga kirdi. U ta'sir qila olmasdi xotiniga, bolasiga. Ota-onasi islomga kirdi. O'zlari ham ba'zi kattalar islomga kirib ketdi, mana Umar roziyallohu anhuga o'xshaganlar. Demak, kim sulton? Nabiy sallallohu alayhi vasallam berdi sulton dedilar. Ya'ni ta'sir o'tkazuvchi kishi. Shariat demak sultonlikning asosi bu. Shuning uchun ham qarasang, tarix mobaynida shariatga amal qilgan qanaqangi millat, illat bo'lsin, o'shanga saltanat berilgan. Masalan, mamlukiylar degan toifa o'tdi islom tarixida. O'shalar qul o'z nomidan mamluk. Kelib musulmonlarga kirib musulmon bo'lib, diniga amal qilib, bu yoqda podshohlar diniga amal qilmay qo'ygan paytda ular rivojlandi. Natijada saltanatni o'sha podshohlardan olib mana shu mamluklarga berdi Alloh. Ularning ichidan solihlari chiqdi, tarix darslarida gapirdik buni. Sayfiddin Qudus mamluklardan edi ona. Mo'g'ullarga qarshi eng katta faoliyat olib borgan kishilardan. Endi qiyomatdagi ta'sirga qarasak, qiyomatda Allohdan boshqa hech kimsaning sultoni yo'q. Shuning uchun inson qiyomatda aytadiki, halaka anni sultoniya. Mendan sultonim halok bo'ldi deydi. Ya'ni dunyoda katagon bo'lib, odamlar uning soyasiga ham savob berib yuradigan odamlar bor-ku. Qani endi o'shalar qiyomat kunida yo'q. Saltanat ketdi, halok bo'ldi. Limanil mulkul yawm, mulk bugun kimniki deydi Alloh. Lillahil vahidil qahhar, faqat yakka yagona qahhor Allohniki. Endi bu fe'ldan olinadigan nasibalar birinchisi haq sultonni Alloh deb bilish kerak. Chunki aslida salta nima degani dedik? Uzoqdan turib hukmni o'tkaza olish. Aytingchi, zamon va makondan tashqarida turib hukmini o'tkaza oladigan Allohdan boshqa biror bir sulton bormi? Bizda hozir itoat qilishga chaqirilayotgan sultonlarimiz qarasangiz,
shu yerda ichida, shu zamonni, makonni ichida, ya'ni bundan tarixdan avval o'tib ketgan sultonlar bizga hozir hukmini o'tkaza olmaydi. Shuning uchun podshoh o'lgandan keyin Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi degan gap boshlanadi. Hamma borib go'rga tupuradi uni. Inson zamondan chiqsa, demak, hukmini o'tkaza olmaydi. Xuddi shunday kelajakda hali kelmagan sultonlar ham bizga hech qaysi hukmini o'tkaza olmaydi. Ertaga hammamizni qonimizni ichadigan bir zolim sulton hozir ichimizda hech kim emas bir o'tirgan bo'lishi mumkin. Hech kimga hukmini o'tkaza olmaydi. Lekin ertaga keladi shunaqa bo'lib. Ko'ryapsizmi? Insonning sultonligi zamonga qaytlangan. Shu hozir bo'lib turgan zamonida sulton, undan avval ham emas, undan keyin ham emas. Xuddi shunday makonga qaytlangan. Inson qayerdadir o'tirgan joyda sultonlik qiladi. Hech qayerda hukmi yo'q bo'lsa, u sulton emas deyiladi. Hech qayerda o'tirmagan bo'lsa. Endi Allohning sultonligi zamondan, makondan qat'iy nazar. Bu zamon, makon maxluq. Undan avval ham Allohning sultonligi bor edi, bundan keyin ham bo'ladi. Va hamma zamon va hamma makonda uning sultonligi. Hamma joyga, hamma zamon va makonda uning hukmi o'tadi. Haqiqiy sulton kim demak? Alloh. To'g'ri, Allohga sulton degan ism Qur'onda yoki sunnatda kelmadi. Lekin Alloh haqida xabar qilganda aytayapmiz buni. Allohning Malik degan ismini ostiga kiradi bu ma'no. Shuning uchun nima qilish kerak? Dunyo sultonlari oldida Allohni sultonligini past ko'rilmaydi. Podshohimiz deb Allohning podshohligini chekiga qo'yilmaydi. Ana shuning uchun eng afzal jihod zolim sulton oldida turib haq kalimasini aytish deyilgan. Nega? Chunki bu haqiqiy sulton kimligini aytayotgan bo'ladi. U o'tkinchi chala sultonlardan emas, haq sultondan qo'rqayotgan bo'ladi. Shuning uchun zaif rivoyatda kelgan odamlarda mashhur bu gap. As-sulton zillulloh va rumhuhu fil ard. Sulton Allohning soyasi va yerdagi uning nayzasi deyilgan. Zaif rivoyat bu. Hozir odamlar mana shuni ushlab olgan. Podshoh Allohning yerdagi soyasi deydi. Xo'p, soya ekan-ku, o'zi emas ekan. To'g'rimi? O'zing aytayapsan mana o'sha zaif rivoyatni olib. Soya ekan bor yo'g'i. Endi qara. Soya asosmi? Soya undan paydo bo'layotgan zot asosmi? Ya'ni masalan sen borsan, sen soyang bor qaragin. Seni biz rioyangni qilishimiz kerakmi, soyangni rioyasini qilishimiz kerakmi? Soyangni bosib qo'ysak, nimaga meni soyamni bosding deysanmi? Yo'q. Lekin seni ustingdan bossak, nimaga meni ustimdan bosyapsan deysan? Oyog'ingni bossak masalan. Ya'ni soyang yerda turadi, sen tepada turasan. Sen asossan, soyang sendan kelib chiqqan narsa. Ana shunga o'xshash, o'sha zaif rivoyat bo'yicha ham podshoh yerdagi Allohning soyasi degan gap bo'yicha ham soyasi ekan-ku. Xo'p. Ya'ni o'zi emas ekan-ku. Hamma so'ziga itoat qilinish kerak bo'lgan. Soyaga itoat qilaylikmi, soya undan paydo bo'layotgangami? Soyani asosigami? Tabiiyki asosiga deyiladi. Ana shunga o'xshab biz Allohga itoat qilamiz, uni soyasiga emas. Uni soyasi degani ham bu aslida bir majoziy gap. Nima u? Uni ma'nosi, ya'ni odamlar masalan bir odam kelayotganini qaydan biladi? Uni soyasi ko'ringandan biladi. To'g'rimi? Ana shunga o'xshab Alloh g'oyibda. Odamlar uni ko'rmagani uchun, eshitmagani uchun ovozini his qila olmaydi-da, isyon qiladi, zulm qiladi. Lekin oldida bir podshoh tursa, o'sha podshohni ko'rib turgani uchun, eshitib turgani uchun tahdidlarini zulmdan to'xtaydi. Podshohga Alloh shu vakolatni bergan. Va meni qonunim bilan odamlarni boshqarasan degan. Ana shu ma'noni yerdagi Allohning soyasi deyiladi. Ya'ni odamlar Allohni ko'rmagandan uni mana shu soyasini ko'radi-da, uki podshoh. Unga itoat qiladi, zulm qilmaydi bir-biriga. Shuning uchun yerdagi Allohning nayzasi deyilyapti. Ya'ni o'sha podshoh orqali Alloh odamlarga sanchiydi. Ularga Alloh tanobini tortadi. Mana shu ma'noda aytilgan xolos, uni ilohiylashtirib sig'inish kerak degan ma'noda emas. Soya baribir yerda. Soya baribir yerda sajda qilish kerak. Va dilaluhum bil ghuduwi val asal deydi shuncha Alloh. Soyalar ham Allohga ertaga sajda qiladi. Hech soyani ko'rganmisan? U sendan balandlab ketganini yoki senga teng bo'lib qolganini, soyang sen bilan yonma-yon. Yo'q. Ana shunga o'xshash hech qachon podshohning hukmini Allohning hukmiga teng qilinmaydi. U soya baribir. Bu hech qachon u podshohning hukmini Allohning hukmidan ustun qilinmaydi soya chunki. Asli bu rivoyat zaif deyapmiz. Ya'ni u Allohning soyasi degan. Lekin o'sha ma'no odamlar ichida tarqalgan, shuning uchun bunga mana shu misol bilan tushuntiryapmiz. Shuning uchun qachonki agar bir sulton Allohning hukmi bilan hukm qilsa, uni o'sha e'tibordan hurmat qilinadi. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man akrama sultonalloh, akramahulloh, va man ahana sultonalloh, ahanahulloh."
Kim Allohning sultonini ikrom qilsa, Alloh uni ikrom qiladi. Kim Allohning sultonini xorlasa, Alloh uni xorlaydi. Ya'ni qarang, nega Allohning sultoni deyilyapti? Bu Allohning hukm bilan amal qiladigan sulton degani. O'shani hurmat qilsang, Allohni hurmat qilgan bo'lasan, Alloh seni hurmat qiladi. Chunki u Allohning hukmi bilan boshqaryapti, o'zining havosi bilan emas. Masalan, elchiga qilinayotgan muomala davlat rahbariga qilinayotgan muomala. Bir odam agar bir elchini o'ldirsa, uni yuziga tupursa, bu degani o'sha davlat rahbarini yuziga tupurdi, uni qonun halolladi degani. Ana shunga o'xshash yerdagi Allohning sultonini ikrom qilgan odam Allohni ikrom qilgan, Allohni ikrom qiladi. Kim uni xorlasa, Alloh uni xorlaydi. Shuning uchun yerdagi sultonni agar Allohning hukmini hukm qilmasa, yonida yurishdan ehtiyot bo'lish kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Man lazima sulton iftatan va mazdada abdun min as-sultoni dunuwan illa izdada min Allohi bu'dan." Kim sultonni lozim tutsa, albatta fitnalanadi. Va kim sultondan yaqinlashsa, undan yaqinlashgan miqdorichalik Allohdan uzoqligi ziyoda bo'ladi. Kimniki sultondan yaqinligi ziyoda bo'lsa, uni shunchalik Allohdan uzoqligi ziyoda bo'ladi. Buni hayotda qarasang ta'sirini ko'raversan. Qancha podshoh yonida yursa, shunchalik dinida ayniy boshlaydi odam. U davosida avvalda dinga xizmat, podshoh yonida yurib musulmonlarga yordam berish bo'ladi. Keyin qarasang xiyonat qilib yurgan bo'ladi musulmonlarga. Va podshohlarning o'zini ham qarasang xuddi shu narsani ko'rasan. Taxtga yaqinlashgan sari bir inson ayniy boshlaydi, buziladi. Ana shuning uchun dunyo bilan, havo xohish bilan bo'ladigan saltanatdan u inson o'zi boshqarishligi bunaqangi saltanat. Va yoki o'shanaqangi sultonga yaqinlashishlik bundan uzoq bo'lish kerak. Ikkinchi nasiba Alloh ustimizdan zolimlarni musallat qilishligidan ogoh bo'lish. Yuqorida aytdik, kimni ustiga sulton qilish bu Allohning xohishi bilan bo'lar ekan. Ba'zan bizni boshimizga kofir deb tashar ekan. Shuning uchun Allohning roziligini qilish, uni noroziligidan ehtiyot bo'lish kerak, toki Alloh boshimizga shunaqangi sultonlarni solmasin. Kama takunun yuwalla alaykum. Qanday bo'lsangiz sizlarga shunday boshliq keladi deyilgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, agar ummatim kerilib yurib qolsa va fors zulmlilar ularga xizmat qilib qolsa, Alloh ularning ba'zisini ustiga musallat qiladi deganlar. Yana bir rivoyatda yomonlarini yaxshilarini ustidan sulton qilib qo'yadi deganlar. Ya'ni qarang, ummat kerilib yurib qolsa, bu nima degani? Ummatda pul ko'paygan, boyib ketgan, g'uddayib qolgan. Fors rumlilar ularga xizmat qilyapti. Ya'ni mana fathlar bo'ldi, rum forslar. O'shandan keyin asirlar olib kelib joriyalar, hammasi xizmat qilyapti. Bo'ldi-ku tarixda mana shu narsalar. Endi o'shanda inson ayniy boshlaydi ekanda, sulton bo'lib qolgandan keyin. Natijada Alloh ba'zisini ustiga musallat qiladi degani, ya'ni ummat bir-birini yiya boshlaydi. Buni tarixda ko'rdik. Umayylarga Abbosiylar inqilob, Abbosiylarga bir-birlaridan qancha inqiloblar, Ahli Bayt o'zining ichida Abbosiylar bilan inqiloblar, undan keyin Mamluklar Abbosiylarga inqiloblar, Mo'g'ullar inqiloblari, Usmoniylar ularga qilgan, undan keyin ya'ni Mamluklarga qilgan inqiloblari, ya'ni ularni bir-birini ichidagi inqiloblarni qarang, Usmoniylarni. Mana Sulaymon qonunining davriga kelib Usmoniylar ayni mana shu hadisda aytilgan narsaga tushib qoldi. Kerilib yurib davlat kattarib ketdi-da. Rum Fors ularga xizmat qilib joriyalar hammasi Rumdan, Forsdan, Yahudisi ham, Nasronisi ham bor. Keyin bir-birini o'ldira boshladi, bir-birini yiya boshladi. Aka-ukalar, ota-onalar taxt talashib ya'ni. Oxiri yomonlar yaxshilar ustidan musallat bo'ldi. Usmoniylar quladi. Haligacha bu silsila davom etib kelyapti. Ummatga qachon demak ana shunaqa saltanat, kibr kirsa, u bir-birini ustidan musallat qilinar ekan. Bu dunyoda ana shunaqa, nima bizning ustimizdan tashlansa, uni Alloh tashlayapti deb bilishimiz kerak. Hatto hayvonot olami biz boshimizga kelsa ham. Masalan, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Lahab ibn Abu Lahabni qarg'aganlar. Allohumma sallit alayhi kalban min kilabik. O'zingning itlaringdan bir itni unga sulton qil deganlar. Keyin o'shanda bir sher kelib uni yeb ketgan. Ko'ryapsizmi? Demak, bir hayvon kelib bizga hukmni o'tkazib bizni jonimizga ozor berishlik yoki molimizga, ana shu ham Allohning izni bilan bo'lar ekan. Masalan, ba'zan uyingda chumoli bosib ketadi. Nima qilsang ham ketqiza olmaysiz. Chumoli o'sha uyingda sulton bo'ldi degan. Kana bosib ketadi, bit bosib ketadi. yoki boshqa hasharotlar chigirtka bosadi bir joyda. O'shalarda Alloh seni ustingdan musallat qilyapti.
Bu ba'zan gunohlaringga jazo, ba'zan tanbih, Allohga qayshiliging uchun, ba'zan gunohlaringga kaforat. Ba'zan Alloh boshimizga shaytonlar tashlaydi. Mana ba'zida insonlar aytadiki, menga shayton shunday qattiq vasvas qilyapti, hech bo'lmayapti. Bu narsaga qarshi chiqishligim imkoniyati bo'lmayapti deydi. Alloh aytganki, inna ibadi laysa laka alayhim sulton. Mening bandalarimni seni ularning ustidan sultonliging yo'q degan shaytonga. Illa man ittaba'aka minal g'awin. O'zingga ergashgan Isa olganlarga sultonliging bor degan. Innama sultonuhu alal ladina yatawallawnahu. Shaytonning saltanati uni do'st tutadiganlarga degan. Laysa lahu sulton alal ladina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Iymon keltirgan Robbilarga tavakkal qilganlarga emas degan. Yuqorida aytdik, shayton jahannamga kirib aytadi: "Va ma kana lana va ma kana li alaykum min sulton." Men sizlar ustingizdan bir sultonligim yo'q edi deydi. Demak, inson o'zi shaytonni boshiga chiqaradi, keyin shayton boshiga chiqib qoladi. Bu nimaga o'xshaydi? Bir bolaga o'xshaydi shayton bilan muomala. Masalan, bir bolangni qarasang, yosh bola. O'sha yosh bola nima bo'ladiki, oradan 20 yil, 30 yil o'tadi, seni boshingga chiqib yong'oq chaqadi. Sen o'zing tuqqansan shuni, o'zing tug'dirgansan, o'zing katta qilgansan erkalatib. Nima bo'ldi? O'zing kattartirding uni. O'zing uni tug'yonga ketqizding. Natijada o'zing yetishtirgan narsa o'zingga boshingga sulton bo'ldi, ya'ni boshingga chiqyapti. Ikkaningni o'rasan degani shu. Ana shunga o'xshaydi shayton bilan muomala ham. Inson qachon shaytonning oldida kuch yetmay qoladi? Alloh aytayaptiki, shaytonni aslida sultonligi yo'q. Ya'ni ko'zimizga ko'rinmaydi u. Qanday qilib bizga hukmronligini o'tkaza oladi? Bizni urolmasa, bizni so'kolmasa, qanday qilib bizga hukmronligini o'tkaza oladi? U uni do'st tutganligi ortidan insonlar. Yatavallawnahu deyapti. Odam kelib o'zi uni do'st tutadi, o'zi boshiga chiqaradi, o'zi uni kattartiradi. Ana shundan keyin hukmronligi o'ta boshlaydi. Shuningdek, insonlarda yana Alloh bizni boshimizga tashlashlik sabablaridan biri, uni yuqorida ham aytdik, dinga amal qilmaslik. Alloh yo'lida jihad tark qilib, ekin-tekinga rozi bo'lib, mol boqib, faqat maqsad tijorat, ribo bo'lib, ana shunda Alloh ustimizdan bir xorlik tashlaydi, dinimizga qaytmaganimizcha uni ko'tarmaydi dedi. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ma naqasa qawmunul ahd illa sallatallohu alayhim aduwahum." Qaysiki qavm ahdni buzsa, albatta Alloh ularning boshidan dushmanlarini soladi dedilar. Ya'ni bu kofirlar bilan bo'lsa ham ahdni buzsa, endi mu'min bilan batariqa alo. Ahdga vafo qilishmasa, Alloh boshimizga o'shalarni tashlaydi. Bunga ko'p ma'nolar kiradi. Oddiy hayotdagi bir do'st birodar bilan bo'lgan muomalada ham pul olib bermay ketadi. Ish qilib, sherikchilikda ishi bitgandan keyin yarim yo'lda sherigini tashlab ketadi. Erkak ayol munosabatida ahdlariga vafo qilmaydi, nikohdagi boshqa shartlarga. Keyin qarasang bir kun kofir qo'lda qamoqda o'tirgan bo'ladi. Nimadan ekan mana shu narsa? Ahdga vafo qilmagandan Alloh dushmanni boshingga musallat qilar ekan. 3-nasiba haq sulton bo'lish. Men odamlarni haq bilan boshqaradigan sulton kerak. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, jannat ahli 3 toifa deb, shulardan birinchisi zu sultonil muqsit, adolatlik sulton egasi. Demak, podshoh bo'lib jannatga kirishlik mumkin ekan, qarang. Sulaymon alayhisalom podshoh payg'ambar bo'lganlar. 4-nasiba, agar bu quvvat bilan sulton bo'la olmasang, ilm bilan sulton bo'lish. Asli haqiqiy sultonlik ham mana shu. Ulamolar ular sultonlar. Tush ta'bir ilmida mufassirlar aytishadi, tushda ko'rilgan podshohlar odatda ulamolar bo'ladi. Ba'zilar aytadi, kuchimda podshohimizni ko'ribman, yurgan ekanman. Bir olim bilan yurishingiz bo'ladi. O'sha podshoh, olim kishi podshoh tarzida tushga kiradi. Garchi u ko'rinishi ismi boshqa bo'lsa ham. Podshohlik bu yerda rams. Sen bir podshohni yonida yurganingga, ya'ni masalan olim yonida yurganingga. Shuning uchun yuqorida aytdik, ilm sultonligini bir misoli hozirgi zamonda voqeligidan ko'ryapmiz mana. Podshoh o'tiradi, ilm uni podshoh qiladi. Butun dunyoga hukmini ilm bilan o'tkazadi. Shar'iy ilm bilan ham, dunyoviy ilm bilan ham. Yuqorida aytdik, Musa alayhisalom Alloh kishiga sulton mubin berdik dedi. Ko'rinishidan Firavun sulton, lekin Musa alayhisalom haqiqiy sulton edi, ilm bilan. Yusuf alayhisalomga Alloh ilm berdi, ilm bilan sulton bo'ldilar. Qullikdan, qamoqdan taxtga ko'tarildilar. Endi duo masalasiga qarasak, Alloh jalla Qur'onda aytadi: "Va qur robbi adkhilni mudkhala sidq
va akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultonan nasira. Ey Robbim, menga o'z huzuringdan yordam beruvchi sulton ato qilgin deb duo qilgan deydi. Bundan chiqadiki, inson yordamchi sulton so'rashligi joiz. Bu talab qilingan duolardan. Ya'ni inson zaif paytida, g'arib paytida o'zing menga bir sultonlik ber. Sultonlik deganda men podshoh bo'lay degani emas, kuch-quvvat, ilm yoki o'sha kuch-quvvat, ilmi bor bir podshoh ber. U bizga yordam bersin. Biz hozir mana shu narsaga muhtojmiz. Xuddiki Bani Isroil mana bir paytlar bebosh qolgan paytda payg'ambarlarning oldiga borib aytishgan-ku. Ib'atlana malikan nuqatil fi sabilillah. Bir podshoh bor bizga. Alloh yo'lida jang qilaylik degan. Bebosh yurganda boshga muhtoj edi. Bu duodan maqsad ham mana shunday.